Adaş, yaxşımı? Resimlerim köydüğümü? Kırımlarım yarışıptı mı? Kenimci peyziye. Sen biren ola? Ne dersen? Şadiye, ne var kızım? Düşüp dostum, ben görüşüp çıkay. Bakar lan! Hey! Ne balını? Islab mı kalgansınız Elin? Bir tatlı çıktı Elin ha? Balının yürüstürüsü kançımız dikkat koydun mu ya? Ne baktı? Şadiye'ni koydun mu ya? Ha koydu. Ne baktı? Ya neyimi kılıp aldı değil mi? Hoca neyim kılıp yaptı şu? Vay ma közleri karsam, müşkiyektek egizleri karsam. Kanela bağın küçükte kılıp yaptı, kıyıp kızlı kılıp. Bayam tavız egen mi ya? Birine sürkügen mi? Vay o birine sürkümeydi. Vallahi bilen kamana kaçalım vallahi kaldı kensiz. Vallahi sel dikkat kılıp koymuşsak bulmaydı. Bu balı degen namış 12 yaştan 18 yaş kışı vakti en xatarlik vakti bu. Bir ondan turmamdı bu vallahi. Özü o bir obdan turdu, kesel olup kaptı demedim ama kiyim keçeklerge yürüyüştürüş ançımız dikkat kılıp koyarlar atıma. Gap kılıp atımı deyme. Vay anladım. Vallahi öyle kamana. Küçük baldıya onçilik bulmam da. Elim bir çar balını onu kılma, bunu kılma, anıksan bulmaydı, man desen bulmaydı dep. Heli kısımızmış öyle. O kız valla gap kılmışsak bulmaydı. Ya Allah, apetten başka eminim ne yediken bu? Vay zaman. Vay. Ha razı yakında havalığınız yaxşıma teştikma. Ondan tudunuz. Yaxşı şükür. Özünüzçü. Vay men nemiş qılay. Şu hazır ballarının tamqını berip. Bika op juguşturup, dep ottağardım. Ha ya. Müzeffar ballarını ile bağçı oynatqılay ketdi. Şu men bağımıdım, emdi basam bulamaya kendimde qiyal qıp ottağan. Ha. Vay buludu, kırın ma öyle canım. Vay ya, qışqısı yok. Bağımsam mı buludu? Kırın emsi yolunuz qarayma, ha? Maqul. Xoş. Varsılar mı olmak fırınız? Vay sanat sarayını köçürüp geldi mı bugün? Ya, oncular biz. Hani, kırıla. Demağın okşamamsız bugün? Bugün demağın. Valla, bağçalarımızda hep kapkılık müzeffar bağçaya gitti. Ben de
Tamaqni etib jo'shtirib bo'lib, yo'lni sedirtirib, qilish qilsam bo'ladi deb, deb o'tirgan. Bek yaxshi bo'ldi kelganinglar. Bizga uzoq bo'ldi ko'rishmaydik. Qancha yillar? Rahmat. Elora o'g'lim. Rahmat. 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 Shu meni bugun demabdi men qaram. Ballarni demabdi. Shuning bilan ballarni epli berib so'da saraylardigan aylanibdi. Bir munch kiyimlarni setib oldik. Voy jon, ko'chirib kelganda. Yaxshi o'tdi. Saniya ko'rapikmi? Sizga yaramdi qani. Qarang, chiroyliqmiki? Oy, chiroyli Sizga yordam siz yardi. Ha, o'zim qoldim lekin. Bu Italiyaning markasidan oldin qitim olay deb 4000 qo'y deb cho'ntirib olgandi. Bugun qarasam 3000 qo'yga tushiribdi-ku. Shu avvaldim-da. Ash bir ko'ylakmi yo ichida bormi? Musu bir koptisi 3000 qo'y Italiyaning. Daros. Qarang Saniya, chiroyliqmiki? Uy, chiroyliqka. Sizni Nurk chapaningizdan bir ikkisi bordakdi. Oy, bo'ldi. Bo'ldi quyung ha Nurklarni. Uchu qarang, oq kulrang hammadan kiyib bo'ldi ha. Shuni buni rangim o'zgacha, pasonim o'zgacha. Shuni oldim. Chiroyliqka ekran. Ko'rapsizmi? Yana lash qarshi chiroyli turgan ha. Buchu qarang Saniya, Fransiyaning. Markalarım. Siz bilan birini alamiz bo'lmasa. Ha, alamiz. Keygini sıqsın. Qani e'lon. Çay içsalar bolam. Apam sonramış kimizga kiymak berdi. Voy, shundami? Apa, siz bana bergen ayak bilan ko'ylakni men bak hoş buldum. Qizim, sizlar gap bermay kiyim gapirim qizim kiyimni. Shundami Saniya? Hamma bir qurda yeng kiyimni erken qamapsizda. Voy, u odamning gapini demayli qo'ying Saniya. Voy, nima bo'ldi? Bir nima deyish Ben haydimisam qarang. Mushu bir kiyilgan kiyimni u oydan bu oyga ulab kiyir demasmi? Yo'ldishingiz maqsan shu o'yinda sizlarni shunday qilgandi. Ay Saniya, uygimi ko'ngil bergilik, ballag'imi ko'ngil bilgilik, kiyim deganimi keygülik. Rahatnimi ancha-muncha ko'rmasak, muni yil yashamaymiz-ku bu jonda yig'ib qisib. Yana shu kiyimlarni almashtirmay shu bitta yurayversa, kimning yo'l ishiga kelsa, Rashidaning yo'l ishiga deb mening yuzimga sep turadi Saniya. Oho, shu endi hozir uy tutmoqning ta'sirida balkim o'yin deb shunday qilganda jinim Rashida. Qani, e'lon mana sizlardan. Bolam, olmayanglar. Apa, siz o'tganda kiyim olaman deganda dadam uyga doim kelgan do'stlarini jiq pul elib bergan-ku. Bosu dadamning men bu chapani 3 yil kiygandim. Sen kunni kiymeli yuramsan deb qopog'inim deb turing ha. Hey, kichik bola degan-chu qalaymiqan gap qilmaydi, qalaymiqan gap qilmay o'tiringlar bolam. Apam uyda kishilarni sirqa dapshirmam degan. Shunlashtirmayman-ku apa. Dana bosu etgan dadamning opamning tilg'inim qo'shib davtim ha. Hey, kichik bola degan qalaymiqan so'zlamaydi davtimi. Qarang bularni eg'iziq kelganda so'zlab, neydi qalaymiqan yo'qlan bir nimalarni deb o'tirganini qarang. Kichik emasmi, ha? Hech nima bo'lmagan. Çay içeceğim. İlanlar balam. Mabek tatlı şokoladga ilanlar. Hey, nima bana turing bu? Sen pasaytir qilinglar televizorning ovozini. Pasaytir. Yani pasaytir deyman. Uçurağını. Bana avazı uçarsın. Ne çıkışmasın aşkım? Kim olmuş içine? Sen Xorazm? Sen Özbek mi? Ne çıkışan metle saklı baldan? Öte? Sen süparikçi mi? Ne karıştı ne de Xorazm?
Nima va? Ha, men nima ma'lum ma'qul qilib nima? Ejulama kuzda başkası. Hey, başkanın opasa oğulları da biz Allah. Anlaşılma? Değil mi? Oğul alıp kalıp şayman kılamdı başkası. Bana tişkellerden ayrılayın. Kirpi takılıp içine. Ulan! Kim anlaştı şey? Taksiye bir şana. Aha işte oğlum. Korkaksan bakın paypakın tümür mü kalmaktamış ki sana? Kime olmap kaldı? Dadam nerede bu? Vuruktan tuğan çiçeğini öp de. Aka, dikkat et, mutfağıma çiçeğin tokunun tarzı şey katıyor. Oy mağara sen yufuktum. Kim batıyor hep çıkarırken bu. Şu dememse. Oram bir jıkkan pulumuz ağantık. Hem de keyini koymadı da. Aka, bu Musa bu kimlerin somkının şey tık. Teşhir çıkanlık ya. İki akıllı ne? Acaba akıllı gelsin uyumak mı? Zamanında gitmem o. Ne oldu ha? Oy. Da qorliq bo'lgan nechta ko'tarib ketding bugun? Voyjon, chaqchaqman hali. Bugun siz bolalarni bog'chaga ketganda yilqi Rashida kelibdi-ku, ishga bolasini. Ha, biz onu ko'rmadik bu. Hali odamgarchilik ayolchimi uni? Ishga qo'li liqqida kiyim-kechak kelibdi. Yani eril urushib qolibdi-da. Yomonlab ketdimi ha? Voyja, bozorga berib liqqida kiyim-kechak, yangi kiyim-kechaklarni olib men ko'rsatgim kelganda. Ha, unda olsa bizim aytda Nuriman xonim bilan Samsiq oxundek shu so'z so'ray xalt ko'tarib yurayotganmiz-da, yinkayim oldiganga. Voy, men kiyim olma dedim-mi? Bir gapni qilib qo'yuvchilar. Nima nima bo'ldi? Voy, olgan kiyimlarning hammasi chetdan donliq markalarning kiyimlari ekan. Eng azim 2-3 ming qo'y, biridan bir chiroyli, biridan bir esil kiyimlar ekan. Chetnan? Ha, bo'pti, ayol qaysi chetnikini qaysi kiyversin. Sizga vatanparvar xotin bo'lgandiki, dövlətimizdeki kiyinglar. Haqniga o'xshab qolsa o'zinglarmi urmaysizlar vaqtjan. Sizga gap qisilib chaqchaq aylandim ha, Muzaffar. Voy, siz gap qilmamsiz, nima bo'ldi demamsiz. Kim kelgingiz o'z ep biray. Pul lozim bo'lsa tep biray. Ha, men kiyim kiyma dedim-mi? Varasilqa Nurk chapanda yan bir napta 20 ming qo'yga. Uni ikkisi botdi bo'lmasa. Nimaka? Nurka. Nurka? Nima Nurka degan? Voy, bir xufsalik qilmang ha. Ha, Nurka degan terchapan aqcha shuda? Vay. Bunda butnab o'tag'icha men gacha desanlar qippaminda unchalik ish qo'lamdan kelmamdi mening. Terchapan kiyman degan bo'lsanlar gacha yezdik og'inamga telefon qilib bersam. Oq qo'ydim birini, qor qo'ydim birini, kaladim birini so'yapla terisini ivassa, bo'lmadimi? Qo'ynikida kaltisni, kalnikida uzini kesanglar ish bitmadimi? Sizga gap qilg'ichi-ku, ishimni qilganim tuzuk zodi. Qarang chaqchaqmoq qilib qo'ydim bu Nurka deydigansizlar. Shu Nurka chaponniki sizning ufchaqlar qanday chiqadiganini bilamsizlar? Ha? Siz to'r ko'rmatamsizlar? Shu Nurka terisini chiqarish uchun hayvonni tirik tug'izib so'yab, aning qizilish badaliga sizlar ayol kishilarni xo'sh qiladigan chapon bu. Unda qilaversa, kislimi kelsanglar, umi kelsa, u hayvonninki nasl qurib ketsa, ma dunyoda hayvonninki bu yashash huquqi va xotin. Men kiyma dedim-mi? Yaxshisi kiyman-ku demadinglar, uning ustiga u xotin opti, bu xotin opti deb. O ağam bo'lsa ağamdi. Balkim sizlar ko'z qilaman deb kelgandi. O ko'z qilsa o'ziga qiladi. Hammadan yotgan vaqt putsinga yaxshi. Putimizni bak suni etib qolsak, bizning pachiqimiz ko'rinib qolarmiki? Uning ustiga yaqinda men uyini opdiq. Bankada 1 munch qarzimiz turdi. Shuni to'lab deb o'zingiz ko'ryapsiz. Kech-kechlab men kitob yozyapman.
Voy men bir onu kiymedim şu Raşida Abdu dep turattım ya. Ya kaysanız bu kiyin ben bunu kiyemem demedim. Biz bir kayzırımızı tutup algan diken bir iş kuşu tutturma oldu ben uzurağın epesem buludu o. Voy buldular men kiymedim. Onun için ballarımız çoğulatıdı. Eras. Siz onu kiyme bunu kiyme deme aldırlanma ballarınızı terbiye kılın. Ballarımız nimbapta bir gapni başlasılar uyan kapırıp Ballarımız ne yaptı? Siz dikkat kılma atamsınız bu tapşırık mektep teyze balı karma atamsınız. Bir sıkarsınız xorazın tacisi kılavagan çiçini. Yani bir sıkarsınız 60 sant yok 80 sant kopsuzda men de bizimle kiyvagan. Men erkek ya yapılanmaga siz müştaşlık demiş dikkat kılmaysınız. Saniye. Nerede dikkat kıvatmak nereden neskiydi Muzaffer? Ben baytak gördüm o. Aksınız karap bakın. Nime miyadik sükuvagan nesiri. Bunda kımıgandı? Siz ağalık obdarak yap kılın. Kiyim keçek degen namında kidiga yolu var. Onun siga işkisini kılvağını gördünüz mü? Mektepten bir çıraylık kiyimlerini, formlarını etmese qarab bakın, müşahlar degan ki bir narsani tağlaştırıp, ta qilib, nima o? Ötken men söküp etkendim goni. Yana söküp bunu degan unda qilmasin, tarbiya qiling. Voy bo'ldi xopima. Voy jo. Yana narkinin gibini qiladi. Voy men şu Raşidan Abdu dedim go men kiyme dedim mi? Sizga Rashida emas, sizga Saniyada kiyim kiyish yurish kerak. Bo'ldilar. Men ballarni qisha chiqib qarab baqay. Yeng uzunroq nas kiying o'zingizmi? Ne yapalım? Oldu hep koygan yemini yemeyelim. Siz bir piyal koyayım mı? Ya bo'ldi. Maktab qurtarsangizni axlatmaylikmi ya yana. Şadiye! Bulun arslan ilgar bulunla kechikisizlar. Dadam oldu ben. Ha, ma'qul bo'lam. Yo'l diqqat qiling va. Qo'shda. Ha, qo'y. Ay, Ilg'ar. Yo'lni musalib o'ynamoqchimi? Xo'sh, yo'ldan o'tgan diqqat qilmay ilgar demoqchi. Bu nima bu? So'mkisiga? So'ngkisidan chopammi, ishtami, bizni puchuq sanglab qopti. Maktab kiyim opamni otgandami vallah? Arslanın sınıf mesulü. Nima deylik ya? Nimde ettiğim bir iş geçti çok bir vakit çıkarıp gelip ben bilen görüşündeydi. Ya Allah. Muş sınıf mesulü telefon kısa jürkem sep gitdi. Bu yana iş chiqib yurganda. Şunu deyme. Lekin yatman oluş pek yaxşı değil buna. Biz nima deydigan ya? Sinib yig'inda bir ish bormi deya? Oy sınıf jığını öz kolumda bağakçı verimiz hazır. Nereden de telefon kılgayız? Men Hem siz kıldım değil mi? Assalomu alaykum. Ciddileştirip. Ha, men. Mening ma'lummi? Ha, qanaqa bo'ldingiz? Yaxshi o'tirdingizmi? Yaxshi. Ha, yaxshi. Ha. Aha. Ha, ma'qul. Ma'qul. Men boramisanmi? Afsosim cho'qim bordi. Barma. Ha, ma'qul. Bormi dedi o'zim. Ma'qul. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Nimdeydi o? Shadiyaning ma'lum ekan. Bir maktab ketgan bo'lsam, hozir paranglashtirib ishlayapti deydi u. Bu hammasi masala ishlayapti. Shundaymi? Men a kitobni yozaman deb baxchi yana bir planlamasam mumkin. Sizlar Shadiyaning ma'lum bilan da ko'rishib qo'yinglar. Arslanni kelib ko'rishgach. Ma'qul. Saat ko'rishadigan yerim yetib qolgan. Yaqinimizda bizning maktabning ishi bek chiqlab ketdi. Yana u tekshirish, bu tekshir, u bağlash deb men misal aldirashib qolgan tema baldan. Biz aldirash deb balning turmush o'tasi ko'ngil bilanma o'tamdiq. Yaqinimiz yaxshi deb bo'lmasa, unda qilaydi. Bugun men maktabdan qaytganda ikkisining ma'lum bilan bir ko'rishib o'tib kelay. Aşağıda bir qilinglar. Sal kech qolmayaqcha men bir ko'rishib o'tib kelay. Ma'qul, sizlar Ma'qul. Yolda dikkatli olarak Ma'qul, rahmat. Ma'qul. Dada apa biz geldik. Dadam biz geldik. To'xtala.
Nimbo. Ha? Nimbo. Nimbo. İşton. İşten? Bu işten mi şeyin bu? Hey, sen o hava oturup işten gelmeyi afanın uzun baykuş gibi oldu ama. Ha? Sizin forma alamıştı ama. Yok. Somkan nimba? Ha? Somkan nimba? Kitap. Defter. Tapşırık. Yani başka neresi yok mu? Ha? Şadiye, içen somkanızı. Somkan içem! Siz için mi? Ma somkan mı ya konu valla tallavasın ma bu? Man nime Şadiye? Uy kadıklar ben. Siz müşteri... Yudunuz mu koçuda? Mena kırama ben sizge ayrım gap kılay. Tüzük gap kılay mena. Bana ayrım yapılın siz. Çıkın maça. İştim yoktu. Aça! Sen mi müşteri keydin da? Hey! Sana demiyor. Sen bana keydin kırpıma? Ha? Sen bu günlük açanma maykistek maykın keyifsiz zaman kız balama sen ha nime mavi ma iştanın eğini. Nimba bu? Çıkın bak! Çıkın açılı! Anneme kırmı bu? Ama arantılantı. Tosun çok da. Ma. Sizler oturmuş bunalarını çıkıp kiyim kechek setip alganlarga qarshi emasman. Lekin sizlar o'g'irliqchi. Bizning madaniyatimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan nomuvofiq bunday kiyimlarni kiyishinglarga men azaldan qarshi, ham buningdagimi qarshi. Bunda desam, meni mutasabbiq şey deb qolmanglar. Her qaysi millatning, her qaysi davlatning o'ziga tushliq urf-odati, milliy xosligi, ortiqchiligi ham farqi, kamchilik bo'ladi. Xalqimizning an'anaviy adab axloqlari, ilg'or madaniyatni mundaq chiqib aytganda, har xil fasondagi ozoda, kang-kushadi kiyimlarni kiyishni butunlay chatga qoqmaydi. Sizlar o'quvchi bo'lgandan keyin o'zinglar xos, o'quvchilar xos, yarshimliq, chiroyli yosinib yursanglar bo'ladi-ku. Boshqalarning ilg'or madaniyatni qabul qilsak bo'ladi, yaxshi yerlarni o'rgansak bo'ladi-ku. Lekin sizlarning bu qilganinglar butunlay chet elni qoriqlarcha do'rashdan iborat bolalarım. Shu emasmi? Men ishlayman. Hali arabcha, g'aribcha deb, hali uzun, hali qisqa. O'zinglar loyiq, yarshimliq kiysanglar bo'lmamda Shadiya, ha? Deganma dadanglarning achchig'ida bayatın maktabga berib, ash kiyimlarni kiyib turgan vaqtinglarda do'stlaringlarning, saboqdoshlaringlarning, o'qituvchilaringning oldida toza bir adablarni berib kelmoqchi-da asli. Yanalam xarmush balla xijilib qolmasin, nomus qilib qolmasin deb men to'sib oldim. Yelim yaxshi Yo'ldosh bolalarım, yo'ldosh opanglar to'g'ri gap qildi. Qizim, siz xili cho'ngib qoldingiz, g'arib suqudek bo'ldingiz. Ashunimi kiyim deb yurdingizmi? Ha? Ashunimi mushunchalik kelmaydigan narsa kiyim deb kiyib yurdingizmi? To'g'ri, jamiyat taraqqiy qilyapti. Lekin jamiyat taraqqiy qilyapti deb ham o'zimizning an'analarimizni unutib, qimmatli sharmiy ayollarimizni qayirib qo'ysak, bizning qimmatimiz, kimligimiz nerede qoladi? Siz agar o kiyimlarni kiyganlar bo'lsa, maktabdan qaytib kelgandan keyin formalarni silib kiysanlar bo'ladi-ku. Ishkapdami bir much to'pis kiyimlarlar turdi-ku. Shuni kiyinglar. Lekin yeni kiyimni kiyishinglarga qat'iy ruxsat yo'q. Qizim, sizlar kichik. Lekin sizning fikrlaringiz kichik. Qanday olmasiz siz bu
bu fikirlaringizga ulgu olishimiz kerak. Mening degan gapim esingiz tursin qizim. Dada, abba meni kechiringlar, men xato qildim. Men shu savodoshlarimni to'g'ri boshdan qilgandim. Bundan keyin herkes undoq qilmayman. Bizim şu başka adamların doğrab, televizorlarını ko'rib, şu oshda kiyinib olgandik. Balam, doğrusanglar xato emas, lekin chet elning ilg'or tepin doğrusanglar bo'ladi-ku. Ha? Şu bizim doğrab qildik. Kechiringlar, bundan keyin undoq qilmaymiz dedi abba. Yaxshi. Agar mush gapinglar rost bo'ladigan bo'lsa, kechda obdan o'ylashib, to'yinamdan birni yezib aytman topshirsa. Yeni yazandık. Jiq gap qilma Arslan, ha? Sizning degan gapingiz bormi? Men dadanglarning fikriga tamamen qo'shilaman. Apanglarni ayt, obdan gap qildi. Yig'imiz tugadi. Dada abba kiyimlerimiz yarışıptı mı? Ha, mana muborak olsun bolalarım. Mana bizning kiyimimizga mana mushu. Voy. Endi resmi bir kiyim kiyganda ko'psi bolam. Ras. Endi mening malikamga, mening shahzodlarimga o'xshabsizlar. Kitapni ishini ma'dab qo'yib. Nahayat yaxshi. Unda o'z mukofot yo'q. İçindeki aşı beden tonluk bir şekilde mutlu yazılar. Yok kulak nasıl ki mutlu? Sen şu sen. Bir gap qildi. O'sha to'xtasak bo'ladimi yo'ldoshlik so'r. Ammo biz jamiyat taraqqiy qilib o'zimizning an'analarimizni unutib, qimmatli sharmiy hayolarimizni